Yillar o'tib ketar bizdan so'ramay, yakshanba, dushanba, seshanba kabi. Kunduzlar tunlarning sochin taramay, o'polmas tonglarning pushtirang labin. Ha, yillar o'tadi, zamon ketadi, yurt qolar, el ulus qolar abadiy. Yillarning salomin yillarga eltib, boramiz yo'llardan yo'llarga o'tib. Assalomu alaykum azizlar. Erta tongda quyoshning haroratli nurlar taratib, oqshomda esa shafaq rang olib botishini hech kuzatganmisiz? Donishmandlardan biri: "Ey inson, sening umring ana shu tongda charaqlab shoshib chiqayotgan va vaqti soati yetganda esa bu dunyodan ko'ngil uzolmay asta botayotgan ana shu quyoshga o'xshaydi. Demak, umring o'lchab berilgan. Shuning uchun hayotingni shunday o'tkazginki, oxir oqibatda avlodlar sening nomingni iftixor va e'zoz bilan tilga olsinlar" degan ekan. Otaxon yozuvchimiz Said Ahmad akaning dil so'zlari, xotiralari jamlangan ushbu kitob sahifalariga ko'z yugurtiramiz. Ulug' bir inson haqida u kishi shunday yozadilar: "U olim shoir edi, u shoir olim edi." Ikkalasi ham bir emasmi dersiz? Yo'q, unday emas. Uning she'rlarida aql ustunlik qilardi. Satrlar orasida odamni o'ylatadigan, olam sirlaridan voqif qiladigan noyob fikrlar barq urib turardi. Bu olam, jahonda inson bo'lib yashash odobi, inson va tabiat, inson va go'zallik falsafasi ufurib turardi. Shu jihatdan u olim shoir edi. Uning maqolalari she'rdek o'qilardi. Ulardan she'r hidi kelardi. Bu maqolalarni o'qigan odam toliqmasdi. Undagi chuqur fikr, falsafa qandaydir ichki ohang, she'riy rang bilan jihlanib turardi. U dilbar shoir edi. U omadsiz inson edi. Uni hamma yaxshi ko'rardi. Uning do'stlari, shogirdlari, muxlislari benihoya ko'p edi. U bilan bir marta gaplashgan odam bir umr bog'lanib qolardi. Shunday zukko odam suhbatdan bahramand bo'lganligini iftixor bilan boshqalarga gapirib yurardi. Men Maqsud Ma'sumbek o'g'li Shayxzoda 1908-yilning 7-noyabrida Ozarbayjonning Ag'dos shahrida ziyoli oilasida tug'ildim. Otam Ma'sumbek zukko va inja tabiatli, san'at va adabiyotni yuksak qadrlovchi kishi bo'lib, kasbi vrach edi. She'rga muhabbat umrimning ilk yillaridan boshlanib, qonimga, qalbimga, fikrimga singib ketganini jur'at bilan ayta olaman. 1927-yilda millatchilikda ayblanib 3 yil surgun jazosini oldim va 1928-yil may oyida surgun muddatini o'tash uchun Toshkentga keldim. Maqsud Shayxzoda haqida gapirish nihoyat darajada bir qandaydir odamdan mas'uliyat talab qiladi. Lekin bu odam haqida siz kim bilan suhbatlashsangiz, albatta juda yaxshi ta'riflarni eshitasiz. Masalan, men bilgan, men uchrashgan shuncha yillar davomida odamlarning ichida men Maqsud og'adek bir qanaqadir mukammal bir insonni xotirlay olmayman. İnsanlarga baho berganda yoki ular haqida gapirganda birinchi navbatda xayolingizga shu narsa keladiki, u odamdan boshqa odamlar haqida biror bir sal beriroq gap eshitganmisiz yoki yo'qmi deb. Maqsud Shayxzodadan hech kim haqida yoki biror bir hodisa haqida yo salbiy yo beriroq gap eshitmagan. U kishi nihoyat darajada nekbin odam edilar.
va Maqsud Shayxzodaning haligi ichki madaniyatlari shu qadar boy ediki, masalan men ba'zan hayron bo'lardimki, domlada madaniyat ustuvormi yoki domlada bilim ustuvormi? Endi donishmand bir madaniyatli inson edilar. Domla juda dilbar odam edilar. Suhbatlari nihoyat darajada shirin edi. Agar G'ofir G'ulom domla bilan Maqsud Shayxzoda suhbatlashsalar, bir qandaydir adabiyot bayramiga aylanib ketardi biz uchun. 1937-yil yoz kunlarining birida G'afur bilan ikkimiz oqshom oqqanda she'r bitmoqqa kirishdik. G'afurning samimiy muxlisi va qadrdoni Ahmadjon Zargar ham shu oqshom hozir edi. G'afur undan vaqti bilan achchiq-achchiq pamil choy bilan siylab turishini iltimos qildi. U zot navbatdagi choyni damlab kirganida biz frankochilar vayron qilgan Qurtoba va G'arnota, Kordova va Grenada haqida so'z yuritmoqda edi. Ahmadjon Zargar Qurtoba so'zini o'zicha tushunib, "Labbay, Qurtoba tayyorlaymi?" deb qoldi. Rosa kulishdik. Maqsud Shayxzoda hayotda ham, ijodda ham ulug'vor inson edi. Shoir o'zining serbaraka ijodiy umrida 20 dan ortiq majmualarga jamlangan she'riy badiyalar, ballada va dostonlar, Jaloliddin Manguberdi va Mirzo Ulug'bek kabi dramalar, ilmiy publisistik asarlari bilan yuksak didli, talabchan kitobxonlarga maqbul bo'ldi. Maqsud Shayxzodaning uylarida biz Mirzo Ulug'bekni yozib tugallaganlaridan keyin uchrashganmiz, o'zlari o'qib berganlar. Azizxon Qayyumov, Hafiz Abdusamatov bor edi. Shu nimada dasturxon atrofida o'zlari o'qib juda ham maroqlanib o'qigandilar. Biz shunda Mirzo Ulug'bek haqida juda ham bir jiddiy manbalar asosida bir drama yozilayotganiga amin bo'lgan edik. Keyin kunlarning birida Ozarbayjondan bir mehmon keldi. Universitetga leksiya o'qigani kelgan edi odam. Keyin domla meni ham taklif etib Mirzo Ulug'bek spektakliga borganmiz. Sakina xonim domla hali Ozarbayjondan kelgan mehmon men. Shunda haligi teatrni hovlisiga kirib borsak, butun aktyorlar liboslarni kiyib olishgan, grimlar qilingan, yurishda hammalari kelib domla bilan ko'rishib shunaqa deganlarda menga aytdilarki, "Suymoxon, mana shularning ba'zilari siz bilan bizdek dunyoga kelishgan. Lekin bularning ichida dardini men yuragimda chekib, miyamdan tug'ilgan odamlar bor." Ya'ni Mirzo Ulug'bek dramasida haligi domlaning haligi o'zlari yaratgan timsollar, obrazlar haqida so'z ketyapti. Jumladan o'sha Piri Zindoniy, Bobo Kayfiylar haqidagi nimalarni domla shunday qilib izohlagan. Menga aytchi, urushdik, shuncha jang qildik, goho yovni yiqitdik, goho yiqildik, qal'alarni fath etdik, lashkarni ezdik, bodi sarsar singari erda kezdik, kallamizni kesdilar, kallalar kesdik, sahrolarda yugurdik, daryoda suzdik, bosdik, yengdik, yengildik va yana yengdik, qilich o'pib, o'q uzib, ayg'irlar mindik. Shuni yutib ketmasmi bevafo zamon, Jayxun soyga tashlangan bir kesak simon. Shukurni sahnada bir ko'rgan kishi, u kecha uxlashi mumkinmi? Gumon. Tomosha ahlining ezgu xohishi, koshki shukrona bo'lsam qahramon. Sening javloningni sayr etib har dam, senga do'stligimga bo'laman xursand. Sen bilan choy ichdik bir piyoladan, sen Burxon akaning o'g'li Shukursan. Yurtimiz botir o'g'lonlarining mardligi, jasorati ellardan ellarga, tillardan tillarga o'tib, asrlar osha bizgacha yetib keldi. Va ularning nomlarini kelgusi avlodlarga yetkazish niyatida bo'lgan qalam sohiblari asarlar yarata boshladilar. Shunday asarlardan birini 1944-yilda Maqsud Shayxzoda
Jaloliddin Manguberdi hayotiga bag'ishlab yaratadi va bu drama Hamza teatr sahnasida bir necha yil uzluksiz qo'yilib kelingan. Ustoz o'zbek shoiri bo'lib qoldilar, o'zbek olimi bo'lib qoldilar. Yodimda Ozarbayjonda domlani Mirzo Ibrohimov haligi Oliy Sovetni raisi paytda juda qattiq taklif qilishdi bir necha martadan. Shunda domla kulib aytgandilar: "Bularga hayronsan, bu yerga keling" deyishadi. Axir men o'zbek shoiri bo'lsam, bular meni she'rlarimni Ozarbayjon tiliga tarjima qilib chiqarishsa, men nechun bu yerga kelar ekanman deb domla aytgan edilar. Toshkentnomaning muallifi Maqsud Shayxzoda ekanligidan men nihoyatda ma'rurlanaman. Masalan, domladagi haligi bizni o'zbek haligi xalqiga bo'lgan muhabbat, o'zbek adabiyotiga, o'zbek shoirlariga bo'lgan hurmat, muhabbat va o'zlarining haligi ko'p yillar 31-yildan tortib domla Toshkentda yashaganlar, o'zlarining hali ikkinchi ona shaharlariga bo'lgan hurmat va muhabbat mana shu kitobda ro'y rost ko'ringan. Men o'ylaymanki, Maqsud Shayxzodani biz unutmaymiz. O'tganlarning oxirati obod bo'lg'ay. Toshkentda suv ichgan chumchuq qaytib kelar ekan Makka tillodan. Yuzi ham, so'zi ham, qo'li ham ochiq, tabarruk tuprog'i zaru tillodan. Eshitgan edimki mo'ysafetlardan ko'chat ko'chib kelib ekilgan tuproq uning vatanidir deyish to'g'riroq. Bu shahar she'rimning tiniq chashmasi, yashadim 30 yil bunda chamasi. Bu yerda tug'ilgan G'afur va Oybek umrimning boshlang'ich mavsumlarida meni ardoqlashdi quchib og'adek. Inilik ko'rsatdim ta'zimlarimda. Biri she'rimizning o'tli yuragi, biri nasr uyning baland tiragi. Ochdilar uy bilan qalb eshiklarin, ayamay o'git va mezbonliklarin. Yigitcha edim men, havaskor sodda, bo'ldim oqibatda shoir Shayxzoda. Umrim yo'li bir xiyobon deya o'yladim. Shu tufayli bog'u chaman kuyin kuyladim. Shaharlarim ko'chalarini tinmayin kezdim. Daraxtlarning soni qadar misralar tizdim. Azizlar, ko'rsatuvimizda shoir, dramaturg, pedagog, ustoz, ulug' inson Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodi haqida kamtarona hikoya qilishga harakat qildik. Maqsadimiz yaxshilarning yaxshiliklaridan barchangizni bahramand etmoqdir. Shu o'rinda domla Said Ahmad akaning quyidagi so'zlariga e'tiboringizni tortmoqchiman. U olim edi. U muhtojlarga yordam qo'lini cho'zgan saxiy inson edi. U g'amda qolganlarga g'amguzor edi. U suhbati jonon odam edi. U nolishni bilmasdi. Taqdir zarbalariga sabot bilan turib borardi. Bir so'z bilan aytganda u dilbar inson edi. Bir odamda shuncha fazilat bo'lishi mumkinligini Shayxzoda timsolida ko'rganman. U olim shoir edi. U shoir olim edi. Bunday insonlar dunyoga kamdan kam keladi. Azizlar, ana shunday dunyoga kamdan kam keladigan insonlarning sharafli ammo murakkab hayoti, elu yurtiga, do'stlariga sadoqati sizu bizni hamisha ezgulikka va yaxshilikka undayversin.
do'stlar, yaxshilarni avaylab saqlang. Salom degan so'zning salmog'in oqlang. O'lganda 100 soat yig'lab turgandan uni tirigida 1 soat yo'qlang.